o'zgaryapti. 40-savol. Masalan, sharti bo'yicha hajmi tarkibi 80% metan, 20% noma'lum gazdan tarkib topgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligi 9.6 ga teng. Noma'lum gazning molekulyar massasini toping deyilyapti. Demak, aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi, ya'ni vodorodga nisbatan zichligi 9.6 gramga teng deyapti. Bu o'rtacha massa hisoblanadi ikkala gazni. Demak, zichlik vodorodga nisbatan o'lchangan. Vodorodning molekulyar massasi 2 ko'paytiramiz 9.6 ga. Bunda to'g'ri keladi 19.2 ga. Demak, o'rtacha molekulyar massa topish formulasi bor edi. Mr o'rta topish uchun ikkita gaz miqdori, ya'ni birinchi gaz miqdorini ko'paytiramiz birinchi gaz molekulyar massasiga, qo'shamiz ikkinchi gaz miqdorini ko'paytiramiz ikkinchi gaz molekulyar massasiga, bo'lamiz gazlar miqdoriga M1 plus M2 ga. Mana shunday holatda masalan shart bo'yicha o'rtacha molekulyar massa 19.2 ga teng deb ishlashimiz shart. Endi buni qanday ishlaymiz? Bizda birinchi gazimiz 80% metan, bu degani 0.8 mol metan hajmi ulush molga teng deb olsak, 20% noma'lum gaz. Demak, 0.2 mol x gaz deb olaylik. Gazning massasini bilmaymiz, shuning uchun x gram noma'lum gaz deb olsak bo'laveradi massa bo'yicha. Xo'p, mr o'rta hisoblaymiz. Mr o'rta, ya'ni o'rtacha molekulyar massa topish uchun birinchi gazimiz 0.8 mol metan ko'paytiramiz 16 ga qo'shuv 0.2 mol ikkinchi gaz ko'paytiramiz x gramga va umumiy moddalar miqdoriga bo'lib qo'yamiz. 0.8 plus 0.2 ga. Mana buni pastki qismi umumiy 1 ga teng bo'ladi. Demak, 19.2 taqsim 1 holatda yozib olsak bo'ladi. Mana o'rtacha molekulyar massani. Buni ishlashimiz kerak. 19.2 ni 1 ga ko'paytirsak, ya'ni 19.2 teng bo'ladi 18 ni birinchi 16 ga ko'paytirib olamiz. Demak, 0.8 16 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12.8 plus 0.2 ni 2 ga ko'paytirsak 0.2 x ga to'g'ri keladi. X ga ko'paytirganimizdan. Endi 19.2 dan 12.8 dan ayiradigan bo'lsak qiymat 6.4 bo'ladi, chunki ishorasi yo'qlari qisqaradi, ishorasi boriga bo'linadi. Teng 0.2 x ga teng bo'ladi. Endi x qiymatini topish uchun 6.4 dan 0.2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 32 kelib chiqadi. 32 gram bo'lgan ekan noma'lum gazning massasi. Endi bo'lishi mumkin kislorod. Endi bizda masalani sharti bo'yicha massa so'ralgan, 32 javobimiz da javobga to'g'ri keladi. Xo'p. Mana shunday holatda ishlanadi. Demak, keyingisi o'zgaryapti 47-savol bo'yicha. Demak, buni doskani o'chirib olaman. 47-savolni ko'ramiz. Masalani sharti bo'yicha karbonat angidrid va sulfit angidriddan iborat gaz aralashmasining o'rtacha molekulyar massasi 54 ga teng. Karbonat angidrid va sulfit angidridning massa ulushlarini aniqlang deyiladi masalan sharti bo'yicha. Demak, ikki xil gaz bor 47-savol bo'yicha. Biri karbonat angidrid, ikkinchisi sulfit angidrid. Demak, gazlarning o'rtacha molekulyar massasi 54 ga teng. Kelinglar diagonal qilamiz. Karbonat angidrid massasi 44 gram, sulfit angidridga 32 ni qo'shsak 64 gram bo'ladi. O'zaro farqdan ketamiz diagonal bo'yicha. 54 dan 44 ni ayiradigan bo'lsak 10 ga teng, 64 dan 54 ni ayiradigan bo'lsak yana 10 ga teng bo'ladi. Demak, nisbat 1 ga 1 bo'lgan. Xo'p, aralashmani 1 ga 1 nisbat deb oladigan bo'lsak, qisqartirganda 1 ga 1 nisbat deb oladigan bo'lsak, mol nisbatda sulfit angidrid va karbonat angidridning massa ulushlarini hisoblaydilar. Demak, buni ko'paytiramiz 44 ga, yana 44 gram karbonat angidrid, buni ko'paytiramiz sulfit angidrid massasi 64 ga, yana 64 gram bo'ladi. Jami aralashma 64 ga, xo'p. 44 ni qo'shib olamiz dastlab. Bunda 64 qo'shamiz 44, bunda 108 gram bo'ladi. Xo'p, 108 gram aralashmamiz. Umumiy 100% holatda oladigan bo'lsak, massa ulush bo'yicha ikkala gazning massa ulushi so'ralgan. Karbonat angidrid 44 gramda qancha? Sulfit angidrid 64 gramda qancha deb hisoblaymiz. Demak, 44 ga ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 108 ga. Bunda 40.74% ga to'g'ri keladi. Endi 40.75 bo'ladigan bo'lsa, bunda 59.26% sulfit angidridga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu karbonat angidrid, mana bu sulfit angidrid. 40.76 ga 59.26 javobimiz A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, qo'ygan savollar xuddi shunga o'xshash, keyingisi 52 da o'zgaryapti ekan.
52 savol mis-2 nitratning temir parchalanishidan hosil bo'lgan gazlarning o'rtacha molekulyar massasini top. Demak, mis-2 nitrat parchalanganda mis oksid plus azot 4 oksidi plus kislorod gazini hosil qiladi. Reaksiya tenglashuv to'g'ridan to'g'ri yozyapman. Nitratdan 2 ta bo'lgani uchun ko'paytiradigan bo'lsa 4 ta teng bo'lmaydi kislorodlar. Shunda 4 ta bo'ladigan bo'lsa buni yoniga 2 qo'ysak, azotlar teng bo'ladi. Demak, mis oksidni yoniga 2 qo'ysak reaksiyamiz teng. Mana hosil bo'lgan gazlarimiz. Azot 4 oksidi ham gaz, turki dumini eslatuvchi gaz hisoblanadi, kislorod ham gaz. Aralashma 4 ga 1 mol nisbatida turibdi deb olaylik. O'rtacha hisoblashimiz kerak. O'rtacha hisoblash uchun ml o'rta hisoblab olamiz. Hop, 4 ni ko'paytiramiz. 32 ga 14 ni qo'shadigan bo'lsak 46. 4 ko'paytirgan 46 plus kislorod 1 mol molekulyar massasi 32 gram bo'ladi va jami bo'lamiz mollar soniga 4 plus 1 ga. Hop, endi buni umumiy ishlab olamiz. Hop, 4 ni bundan 46 deb oladigan bo'lsak 92, demak 46 ni 4 ga ko'paytiramiz 184. Qo'shamiz 32 bo'lamiz 5. Bunda o'rtacha molekulyar massamiz 43,2 gramga to'g'ri kelar ekan. 43,2 gram taqsim mol bo'ladi birlik sifatida. Javobimiz mana shunda. Xo'sh,